So'nggi qo'ng'iroq. Bahorning oxirgi kunlari edi. Maktab hovlisida so'nggi qo'ng'iroq marosimi bo'lib o'tayotgan edi. O'quvchilar quvonch bilan yig'ilgan, ota-onalar kameralarni yoqib, har bir lahzani videoga olishardi. Ammo bu shodliklar orasida birgina bola To'rabek jim turardi. To'rabek oddiy oiladan chiqqan edi. Otasi yoshlikdan nogiron bo'lib qolgan, onasi esa mahalladagi tikuvchilik sexida ishlardi. Oilaviy sharoit og'ir bo'lsa-da, u har doim bilim olishga intildi. Darsdan keyin u mahalladagi do'konda yuk tushirishga yordam berar, tunlari esa kitob o'qirdi. Shunga qaramay sinfida eng yuqori natijalarga erishgan o'quvchilardan biri edi. So'nggi qo'ng'iroq chalingach, o'qituvchilar navbat bilan o'quvchilarga tilaklar bildirishdi. To'rabek navbati kelganida u past ovozda shunday dedi: "Men hayotimda ko'p narsa ko'rdim, ko'p qiyinchiliklar bo'ldi. Lekin bu maktab meni inson qilib tarbiyaladi. Har bir ustozimdan minnatdorman. Endi esa men ham kelajakda ustoz bo'lishni orzu qilaman." Zalda jimlik cho'kdi. So'ngra uzoq cho'zilgan qarsaklar eshitildi. Aynan o'sha kuni o'qituvchisi Mavluda opa ko'z yoshlarini artib, yurakdan shunday dedi: "To'rabek, sen bizning faxrimizsan. Sening orzularing amalga oshishiga ishonaman." Yillar o'tdi. To'rabek o'qishga kirdi, stipendiya asosida tahsil oldi. Oxir-oqibat o'z mahallasiga qaytib, o'sha eski maktabga o'qituvchi bo'lib keldi. Endi u boshqalarga ilhom berayotgan, hayotida orzusi ushalgan bir ustoz edi. To'rabek maktabga qaytib kelgan kuni o'zi bir vaqtlar dars o'qigan sinfida o'qituvchilikka kirishdi. Ammo bu safar u boshqa rol, ustoz sifatida edi. Dastlab ko'pchilik uni yoshligi sabab jiddiy qabul qilmasdi. Ba'zi o'quvchilar ustidan kuldi, ayrimlari esa "Siz bu sinfni boshqara olmaysiz" degancha bepisand qaradi. Lekin To'rabek taslim bo'lmadi. U har bir darsga puxta tayyorlanar, har bir o'quvchining yuragiga yo'l topishga harakat qilardi. O'sha darslardan biri hammani hayratga soldi. Bir kuni u sinfga ko'hna, yirtilgan poyabzal olib keldi. Uni stol ustiga qo'yib shunday dedi: "Bolalar, bu poyabzal meniki. Maktabga har kuni ana shunda kelganman. Yomg'irda, qorli kunlarda oyoqlarim nam bo'lardi. Ammo men darslarni qoldirmasdim. Chunki bilardim, faqat bilim meni bu hayotdan olib chiqadi." Sinfxona jim bo'lib qoldi. O'quvchilarning ko'zlari to'ldi. O'sha kundan boshlab ular To'rabekka boshqacha qaray boshlashdi. Endi u shunchaki o'qituvchi emas, balki hayotdan saboq bergan inson edi. Bir yil o'tdi. To'rabek dars bergan o'quvchilardan biri, Jasur, Respublika fan olimpiadasida g'olib bo'ldi. U mukofot olish vaqtida so'z olib shunday dedi: "Men bu mukofotni o'z ustozim To'rabek akaga bag'ishlayman. Chunki hayotimda ilk bor sen ham eplay olasan" degan so'zlarni aynan u kishidan eshitganman. To'rabek sahnada turib sekin jilmaydi. Ko'zlariga yosh to'lib, yuragidan faqat bitta gap o'tdi: "Demak, bu yo'l behuda emas ekan." Oradan yana bir necha yil o'tdi. To'rabek endi nafaqat sinf o'qituvchisi, balki maktabning eng faol metodik birlashma rahbari edi. U o'z ishiga chin dildan berilgan, o'quvchilar va hamkasblar uchun doimiy ilhom manbai bo'lib qolgandi. Maktabda har yili o'tkaziladigan eng namunali ustoz tanlovida bir necha marta g'olib bo'ldi. Bir kuni tuman xalq ta'limi bo'limidan telefon bo'ldi. Ular To'rabekni maktab direktorining lavozimiga tavsiya qilayotganliklarini aytishdi. U yuragida ikkilanib qolsa-da, ustozlari, ayniqsa Mavluda opaning "Sen bunga loyiqsan, To'rabek" degan so'zlari uni dalda qildi. Shunday qilib, To'rabek bir vaqtlar o'quvchi bo'lgan maktabning direktori bo'lib tayinlandi. Ammo u martabaga ko'tarilgan zahoti eski xotiralarni unutmadi. U maktabdagi eski partalarni almashtirdi, kutubxonani zamonaviy jihozladi va eng muhimi, qiyin ahvoldagi o'quvchilar uchun stipendiya fondini tashkil qildi. Chunki bir paytlar o'zi kabi orzu qilgan, lekin imkoniyati yo'q yoshlar uchun imkon yaratish, bu uning eng katta orzusi edi. Kunning birida maktabga bir ayol kirib keldi. Uning kiyimlari oddiy, ko'zlarida esa chuqur minnatdorlik porlab turardi. U To'rabekni topib: "O'g'lim Jamshid maktabingizda o'qiydi.
Yaqinda u siz ajratgan stipendiyani oldi. Bizga bu yordam juda katta bo'ldi. Bilasizmi, u har kuni direktor To'rabek aka menga ishondi deb faxrlanadi. Men faqat rahmat deyish uchun keldim, dedi. To'rabek beixtiyor jilmaydi. Bu oddiy rahmat uning yuragiga dunyodagi eng katta mukofotdek tuyuldi. Chunki u bilardi, har bir ko'ngilga yetgan nur oxir-oqibat o'z manbasiga yana yorug'lik sifatida qaytadi. To'rabek hayotida ko'p narsaga erishdi. Ammo eng asosiysi, u orzu qilgan inson bo'la oldi. Endi u har kuni yangi To'rabeklarni tarbiyalayotgan edi. Maktab eshigidan har kuni kelayotgan bolalar orasida yana bir kun o'tmishda o'zi bo'lganidek poyabzali eski, lekin yuragi orzularga to'la bola borligini u yaxshi bilar edi. E'tiboringiz uchun rahmat.